6x2 formuladagi Shackman X5000 podushniy tigachni bemalol endi ikkinchi mostni yuk bilan ham ko'tarib yurish imkoniyatiga egasiz. Bu bizga nima foyda beradi? Aynan mijozlarimiz uchun bir necha yillik tajribalarimizdan kelib chiqib, yanada yangiliklar qilishda davom etmoqdamiz. Kuzating. Chunki bir most bilan harakatlanadigan ushbu tigachimiz xuddi bir mostlik tigachdek gaz rasxod qiladi va ikkinchi mostimizdagi 4 ta shina doimo bizda zapasda turadi. Bu degani ancha foyda. Chunki texnika ishlatib yurgan shofyor akalarimiz hamda texnikasi bor akalarimiz ushbu holatni juda ham zo'r qabul qilishlari kerak. Chunki bu bizga ancha tez orada qancha foydaga kirayotganimizni o'z kuchini ko'rsatadi. Tajribali Road Star Trans kompaniyamizning jamoasi ushbu ikkinchi mostni ispitaniyadan o'tkazdi, ya'ni o'z texnikalarimizda sinovdan o'tkazdik. Mana video davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. 23 tonna yuk bilan orqa most bemalol ko'tarilib tushishi mumkin. Ushbu holatni bemalol shofyor akalarimiz birgina tugma orqali boshqarishga egadirlar. Shunday ekan, siz ham mana shu holatda ishlaydigan lintakali 6x2 variantli Shackman tigachni xarid qilsangiz yoki xarid qilgan bo'lsangiz, tez orada sizga ancha foydasi bilinadi. 315 ga 70 razmerda R22,5 radiusli shinalarimiz bilan jihozlangan Shackman X5000 tigachimiz retardatorimiz sistemasi ham mavjud. 5 ta palajenada ishlaydi. Bemalol spuslardan, tepaliklardan tushayotganimizda tormoz ishlatmasdan tushishimiz mumkin. Va albatta bizga retardatorimiz sistemasi tormoz kalotkalarimizni ekonom bo'lishiga yordam beradi. Oldi tormozlari ham diskivi, orqa tormozlari ham diskivi hisoblanadi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Sizning ish faoliyatingizni inobatga olgan holda Road Star Trans kompaniyasi o'z jamoasi bilan bir necha yillik tajribalarni sizlar bilan bo'lishda davom etadi. Mana shunday keng imkoniyatlar va mijozlarga kattaroq foydasi tegadigan imkoniyatlarni qilishda davom etamiz. Buning uchun podpiska bosib qo'yishni unutmang. Yangiliklardan xabardor bo'lib turing va oshnalaringizga, tanishlaringizga mana shunday yangicha ixtirodagi yangiliklar bilan kelgan Shackman X5000 obzorini jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi degan umiddaman. 8 ta 150 litrlik gaz balon sizga 650-700 kilometr masofa bosishga yordam beradi va yon tomonlarga bemalol qo'shimcha gaz balon o'rnatish uchun joylar ham mavjud. Nimaga 650-700 kilometr?
chunki bir mosli tigach hisobidan gaz rasxod qiladi. Haqiqatda bir mosli tigashdaka gaz rasxod qiladigan tigachingiz bo'lsa-yu, ikki mosli tigachni ishini qilib yursa, juda ham ajoyib. Aziz do'stlar, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, Road Star Trans kompaniyasida tez mijozlar uchun yangiliklar davom etmoqda. Furgonlarda, tigachlarda, nafaqat furgon tigach, polipritseplarda ham yangicha imkoniyatlar qilinmoqda. Aziz mijozlar, va'da beramiz, davomiy yangiliklar qilishda sizlar uchun davom etamiz. Shunday ekan, tez orada yana Road Star Trans kompaniyasida yangiliklar mavjud. Kuzatishda to'xtamang. Shakman X5000 kimgadir anchadan buyon sinovlardan o'tgan, endi kuzatayotgan mijozlar uchun mana dizayniga ahamiyat beramiz. Juda ham moshni ishlangan 430 ot kuchli Vichay dvigatel hamda fast korobkadan foydalanilgan 12 ta skorosli korobkamiz mavjud. Keling. Shakman X5000 saloni barchaga tanish. Hozirda kattaroq dyumli monitor o'rnatilgan hamda xolodilnikka ko'zimiz tushadi. -10 hamda +10 gradusda ishlaydi. Yon tomondagi o'rindiq ham vazdushniy qilingan, ikkita spalli yotoq o'rinlari mavjud. Albatta tepada lyuk ham mavjud. O'ng tomonda retardo tormozlarni boshqaruv richagi hamda chap tomonimizda pavorotnik va oynalarni tozalovchi shotkalar boshqaruvi, rullar ham multirul, avtopilot ham mavjud. Shofyorlarimiz uchun barcha qulayliklar bor. Aziz do'stlar, kuzatishda davom eting. Yangicha texnikalar tez orada yetib keladi. Podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang. Road Star Trans doimo sifatli, ishonchli va samarali.